Bugun moliyaviy piramidalar va onlayn firibgarliklar haqida gaplashamiz. Saytlarga kirib knopkalarni bosib o'tirsang pul ishlaysan, videoroliklarni ko'rsang pul ishlaysan, ya'ni oson pul topish, bitta odam pulini hisobiga ikkinchisini qoplash. Bitta odam jabr ko'rsa ham u ko'p hisoblanadi o'zi aslida. Yakuniy jabr diydasi oddiy xalq bo'ladi-da baribir. Ahmadboy ishidan odamlar quruq qoldi, hali o'g'rini qaroq tushirdi deganday, o'sha himoya qilish idoralari shubhali tarzda o'sha pullarni o'zlashdi. Keyin Murodboy degan chiqdi. Nimaga aldanib qolyapti? Og'riqli nuqta bor. Bu nima? Bu pulsizlik. Har doim o'sha og'riqli nuqtani topish va o'sha nuqtaga bosish. Piramida bo'ladi boshqa, ular baribir bir qadam oldinda bo'ladi. Ular majbur har xil yangi yo'llarni o'ylab topishga. O'tgan 2024-yil bo'lgan jinoyatlarning 44% kiber jinoyatlar bo'lganda, qarang, u pullar qaytmagan deyarli. 44% tashkil qilayotgan bo'lsa, demak, Ichki ishlar vazirining alohida kiber xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari bo'lishi kerak. Xudo xolasa keyingi 64% bo'ladi. Bu aniq bu. Aqlli odam bunaqa firibgarlik tuzog'iga ilinmaydi degan versiya xato versiya. Ya'ni emotsiya ishlagan paytda fikr ishlamaydi. Qachon muammo boshlanadi? Qachonki kelayotgan odam bor odamga nisbatan kam bo'lsa. Bu oddiy matematikada, ya'ni birinchi etapga tushib qolaman. Ya'ni men qolganlarga o'xshab aldanmayman. Piramida mana shu narsasi bilan xavfli. Tekshirib olish mumkin bo'lgan platformalar ham yetarli emasmi deb o'ylayman. Masalan, o'sha qanaqadir maydonchalar yo'q. Firibgarlar rivojlanyaptimi? Shunga qarshi choralar ham rivojlanishi kerak.